ushbu Sayyidul Ayyom va Hajjil Masakin kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Bugun birodarlar, Robiul Avval oyining 9-kunida o'tiribmiz. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavallud topgan oy. Bugun 9 bo'lsa, dushanba kuni 12-Robiul Avval bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tavallud topgan kunlari. Bu kunda siz bilan biz bir xursandchilik bilan, quvonch bilan bayram qilib kutib olishligimiz kerak. Shuning uchun bu kunni farzandlarimiz ham bayram ekanligini his qilishligi uchun, mana shu kunni kutishligi uchun siz bilan biz shularga bir qandaydir bir xursandchilik, bir ziyofatmidi, bir bayram uyushtirib bersak, nihoyatda bir xayriyatli ish bo'ladi. Bu farz emas, vojib yoki sunnat emas. Lekin shunday qilishlik bilan bolalarimizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatini va tanishligini ziyoda qilgan bo'lamiz. Mana dushanba kunga bir uyda bir bayram qilib bersak, nihoyatda bir zo'r bo'lsa kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Robiul Avval oyining mana 12-kunida tavallud topgan. Bu haqida ko'p gapirganmiz va xususan mana 3 kundan keyin tug'ilgan kunida aytyapmiz. Payg'ambarimizning hayotini yarim yildan beri gapiryapmiz. Shuning uchun u zotning fazilati, u zotning bir tug'ilishiga haqida, u zot haqida unaqa ko'p tafsilot aytmaymiz. Sababi o'zi darsimiz Rasululloh haqida bo'lyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun insoniyatga, butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan zot. Alloh azza va jalla siz bilan bizga o'zimizning jinsimizdan bo'lgan odam bolasidan payg'ambarni yuborganligi va u zot sollallohu alayhi vasallam Allohning hukmlarini ko'paytirmasdan, ozaytirmasdan komil surat yetkazganligi va siz bilan bizga bir komil ibrat bo'lganligini mana har darsda aytib o'tyapmiz. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad, dar haqiqat biz sizni butun olamlarga faqatgina rahmat qilib yubordik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotidagi rahmat. Bugun 32-dars. O'tgan darsimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklarning sayyidlariga, Rasulullohga uzoq muddat dushmanlik qilgan, adovat qilgan dushmanlarning sayyidlariga ko'rsatgan rahmati haqida so'z ochdik. Va Abu Sufyon ibn Harbga payg'ambarimizning bo'lgan rahmatini ko'rdik. Bu dushmanlarning sayyidlariga qilingan rahmat bu vaqtincha, o'tkinchalik bir marta bo'lib keyin to'xtab qoladigan rahmat emas edi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayot manhaji edi. Rasulullohning dasturi edi. Britaniyalik kotibalardan biri o'zini Nabiy Muhammadning siyrati degan kitobida shunday so'zlarni keltiradi. G'arblik ayol. Ba'zilar Rasulullohni, Muhammad alayhisalomni qalbi qattiq deb tasvirlaydi. Ammo bu tasvir haqiqatdan juda ham uzoq. Bu g'arblik kotiba ayolni Rasulullohga berayotgan ta'rif. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ziga uzoq yillik adovati, dushmanchiligi bor bo'lgan kishilarga, mana shu dushmanlarning sayyidlariga rahmat ko'rsatdi. Ana shu kishilardan biri Ikrima ibn Abi Jahl. Bu Ikrima Abu Jahlning o'g'li. Abu Jahl o'zining ismi Amr ibn Hishom. Payg'ambarimiz aytganlar, u ana shu Amr ibn Hishom, Abu Jahl bu ummatning fir'avni deydi. Mana shu ummatning fir'avni bo'lgan Abu Jahlning o'g'li Ikrima. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga uzoq dushmanlik qilgan kishilardan bittasi edi. Uni bu dushmanligi mana Makka fathigacha davom etdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shin bilan kirar ekan, deyarli hech kim musulmon lashkariga qarshilik ko'rsatmadi. Ammo Safvon ibn Umayya, Ikrima ibn Abi Jahl, Suhayl ibn Amrdan iborat bir qancha ozgina kishilar musulmon qo'shiniga qarshi qilich ko'tarib chiqdi. Ikrimani adovati shu darajada bir uzoq bo'ldiki, payg'ambarimiz Makka ga kirib kelayotganlarida kim Abu Sufyonning uyiga kirsa omonda, kim Ka'baga borsa omonda, kim o'zining uyiga kirib eshigini ichkaridan bekitib olsa omonda dedi. Ammo 10 ta kishini deyiladi kitoblarda nomma-nom aytib payg'ambarimiz qatl qilinglar, garchi ular Ka'bani kisrasiga osilib olgan bo'lsa ham. Ya'ni islomga adovatning qattiqligi shu darajadaki, Rasululloh hammaga omonlik berdi. Uyga kirib eshikni bekitib olsalar omonda bo'laveradi. Ammo mana bu 10 ta odam
Ka'bani kisvasiga osilgan bo'lsa ham qatl qilinglar dedi. Ya'ni islomga adovati qattiq ekanligining bitta belgisi bu. Ana shu 10 ta odamdan bittasi Ikrimat ibn Abi Jahl edi. Handama kunida, ya'ni ana shu payg'ambarimiz Makka ga kelgan kun, Xolid ibn Valid boshchiligidagi musulmon qo'shiniga Ikrima o'zini hamrohlari bilan qarshi chiqdi. Ammo mag'lub bo'ldi hamda Makkani tashlab Yamanga ketmoqchi bo'ldi. Fe'lan Makkani tashlab chiqib ketdi. Ikrimani kufr yo'li nihoyatda bir uzoq bo'ldi. Qoni halol qilingan, agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tutib olsa, sahobalar tutib olsa, albatta qatl qilinadi. Qochib ketdi. Ikrimaning ayoli Ummu Hakim binti Xoris ibn Hishom. Uning ayoli Rasulullohning oldiga kelib kalima keltirib musulmon bo'ldi. So'ngra erini qutqarmoqchi bo'lib, Rasulullohdan eriga omonlik so'radi. Payg'ambarimizning oldiga kelib, Ummu Hakim, Ikrima sizdan qochib Yamanga ketdi ya Rasululloh. Uni qatl qilishingizdan qo'rqdi. Unga omonlik bering dedi. Muslima bo'lgandan keyin, hozir muslima bo'lgan ayol o'zini eriga Rasulullohdan omonlik so'radi. Rasululloh oddiyna qilib, "Huwa amin" dedi. Omon dedi. Qarang. Qoni halol qilinganligini eslatmadi, musulmonlarga qarshi bir qilich ko'targanligini gapirmadi, buni o'tmish qora tarixini eslatmadi. Ummu Hakimga omon deb qo'ydi. Sen o'zi yaqinda islomga kirgan bo'lsang, qanaqa qilib birovga sen bunaqa bir shafoatchilik qilasan demadi. Birorta bu narsani nima qilmadi? Eslatmadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Aytdiki, gina kudurat payg'ambarimizning qalbida turmasin. Bu eriga vafodor bo'lgan Ummu Hakim erini istab chiqdi. Haqiqatan Qizil dengiz sohilida erini topdi. Erini topib aytdiki, "Ey amakimning o'g'li, men seni yoningga eng qarindoshparvar, eng yaxshi kishining oldidan keldim. O'zingni halok qilma. Men senga Rasulullohdan omonlik oldim" dedi. Ikrima ayolining gapiga quloq soldi. Chunki bu paytga kelib Ikrimani ko'ziga dunyo tor bo'lgan. Qayoqqa boradi? Xo'p, Yamanga boradi. Yaman ham musulmonlarning qo'liga o'tyapti. Atrofdagi hamma odam islomga kiryapti yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ittifoqchilariga aylanyapti. Qayoqqa boradi? Makkaga qaytishlikni to'g'ri ekanligini bildida, qaytishga qaror qildi. Ikrima ayoli bilan Makkaga qaytib kelar ekan, hali Rasulullohning huzuriga kirmasidan turib, hali kirgani yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga bir ajib so'zni aytdi. Ya'tikum Ikrimatu ibn Abi Jahl, mu'minan muhajiran. Hozir sizlarning oldinglarga Ikrima ibn Abi Jahl muhojir, mu'min bo'lgan holda keladi. Fala tasubbu aba. Uni otasini so'kmanglar. Fa inna sabbal mayyit yu'til hayya va la yablughul mayyita. Albatta mayyitni so'kishlik mayyitga yetmaydi, ammo tiriklarga ozor beradi. Naqadar go'zal axloq. Ummatni Fir'avni bo'lgan Abu Jahlni o'g'lini ko'ni ozod chekmaslik uchun nima qilmanglar deyapti? La'natlamanglar, so'kmanglar deyapti. Hali kalima keltirgani yo'q Ikrima. Hali Rasululloh oldiga kelgani yo'q. Bu faqat nabaviy axloq egasidan sodir bo'ladi bunday fe'l, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ikrimat ibn Abi Jahlni ko'rdi. Nima qildi? Otasini eslatdimi? Handama kunida qilgan ishini eslatdimi? Uzoq yillar payg'ambarimizga qarshi jang qilganini eslatdimi? Nimani eslatdi? Ikrima o'zi yetarli bo'lib keluvdi. Nochor holat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ikrima kelganda irg'ib turdi o'rnidan. Xursand bo'ldi. Yana qaytarib aytamiz, hali kalima keltirgani yo'q. Bunaqa rahmat faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda bo'ladi. Hokim o'zini mustadrakida aytadi, Rasululloh xursand bo'lgan holda Ikrimaga qarab sakrab o'rnidan turdi. Hali musulmon bo'lmagan Ikrimani kelishiga Rasululloh xursand bo'ldi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab Ikrima aytdiki, "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, albatta bu" dedi ayolini ko'rsatib. "Siz menga omonlik berganingizni aytdi" dedi. Payg'ambar alayhisalom hech qanday shartsiz, hech qanday tafsilotsiz sadaqat fa anta amin.
To'g'ri aytibdi. Sen omondasan dedi. Ko'ring, oddiy kechirib qo'yapti payg'ambarimiz Fir'avn, bu ummatning Fir'avni bo'lgan Abu Jahlning o'g'li Ikrimani. Ikrima so'radi: "Nimaga chaqirasiz bizni? Nimaga da'vat qilasiz?" Payg'ambarimiz aytdilar: "Ad'uka an tashhad an la ilaha illalloh va anni rasululloh va an tuqimas solah va an tu'tiyaz zakat." Allohni yakka deyishlikka, Muhammad alayhisolamning payg'ambar ekanligiga guvohlik berishlikka, namozga, zakotga va boshqa payg'ambarimiz islomning go'zal bir amallarini arz qildi. Ikrima aytdi: "Siz faqatgina haq va go'zal ishlarga chaqirgansiz" dedi. Birodarlar, qalblar Rahmonning qo'lida. Xohlagan tarafiga Alloh azza va jalla burib qo'yadi. Payg'ambarimizga shuncha yillik dushmanlik qilganini, noto'g'riligini shu lahzada tushunib yetdi. Rasululloh chaqirgan hamma narsani haq ekanligini shu lahzada tushunib yetdi. Ikrima aytdi: "Allohga qasam, siz bizni oramizda turib, bizlarni da'vat qilgan vaqtingizda biz oramizdagi eng rostgo'y va eng qarindosh parvarimiz edingiz." Ya'ni ana shu paytda ham zo'r odamligini Ikrima eslayapti. Albatta men Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning payg'ambari ekanligiga guvohlik beraman dedi. Ikrima musulmon bo'ldi. Ikrima ibn Abi Jahl musulmon bo'ldi. Bir lahzada kufr qo'shinini kuchli suvoriylardan bo'lgan kishi islom lashkariga o'tdi. Iymon bayrog'i ostiga o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan bu ishi nima edi? Insonlarning qalbini eritadigan, Alloh taolo u bilan insonlarni hidoyat qiladigan rahmat edi. Birodarlar, tarixda bo'lgan emas bunday ishlar. Bunday ishlar bo'lgan emas. Hech gap so'zsiz Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avf qilyapti. Rasulullohni Abu Sufyonga qilgan rahmatini ko'rdik. Ikrimat ibn Abi Jahlga ko'rsatgan rahmatini ko'rdik. Endi ana shu Qurayshning ulug'laridan bo'lgan, kofir Qurayshning sayyidlaridan bo'lgan Safvon ibn Umayyaga ham qilgan muomalasi misli tarixda bo'lgan emas. Darsimizning 3-mabhasi Safvon ibn Umayyaga ko'rsatgan rahmat. G'arb, ya'ni ingliz shoirlardan biri payg'ambarimiz haqida shunday deydi: Muhammad sallallohu alayhi vasallam xuddi sahiy bulutdek karim va oliyjanob inson edi. Bulutni bilasizlar birodarlar. To'ldimi? Shamol haydab ketyaptimi? Oqish kerakmi? Musulmonmi, kofirmi, tog'mi, yermi, farqi yo'q, to'kib ketaveradi. Bulut sahiy bo'ladi. Muhammad alayhisolamning saxovati va oliyjanobligi bulutdan ko'ra yuqoriroq. Mana hozir Safvon ibn Umayyaga payg'ambarimiz ko'rsatgan rahmatni ko'rib chiqamiz. Safvon ibn Umayya ibn Halaf. Buni hozirgi siz bilan biz zikr qilgan Ikrimat ibn Abi Jahldan farqi yo'q edi. Umayya ibn Halaf Qurayshning eng boy sayyidlardan edi. Rasulullohga adovatni birinchilardan qilgan kishilardan edi. Mana endi Safvon mana shu Umayya ibn Halafning o'g'li. Umayya ibn Halaf Badr kunida qatl qilindi. Va mana shu otasidagi musulmonlarga bo'lgan adovatni Safvon ham meros qilib oldi. Xuddi Ikrima Abi Jahldan bu adovatni meros qilib olgan edik. Rasulullohga qarshi o'zining bor imkoniyatini ishga solib kurashdi. Uhud kunida Xolid ibn Valid roziyallohu anhu musulmonlar qo'shini orqa tomondan kelib zarba bergan edi va mana shu zarba musulmonlarning mag'lub bo'lishiga sabab bo'ldi. Ana shu Xolidning qo'shinining ichida Safvon ibn Umayya ham bor edi. Yana bu Safvon ibn Umayya Ahzob, Xandaq g'azotida ham qatnashdi. Hudaybiya sulhini buzilishiga Banu Bakr qabilasi Xuzo qabilasiga hujum qildi. Ularda bir qancha kishilarni qatl qilishi shu narsa sabab bo'ldi Hudaybiyaning buzilishiga. Safvon mana shu ishda ham ishtiroki bor edi. Banu Bakr kishilarga qurol bilan odamlardan yordam bergan kishilardan edi. Abu Sufyon 5 ta katta jang bo'lgan bo'lsa, tashkilotchisi edi. Ikrimat ibn Abi Jahl va Safvon ibn Umayyalar uni doim yonidagi ko'makchilari edi. Undan tashqari Safvon ibn Umayya Badr g'azotidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qatl qilishlikka bir reja tuzdi. Badrda
Qurayshning kiborlari qatl qilinganidan keyin mana Safvonning otasi Umayya qatl qilindi va boshqalari. Safvon Ka'bani oldida o'zining amakisining o'g'li Umayr ibn Vahb bilan o'tganlarni eslab o'tirishdi. Falonchi o'tdi, falonchi o'tdi, falonchi o'tdi. Va musulmonlardan qattiq bir zarba yedi bular. Umayr ibn Vahb buni amakisining o'g'li faqir odam edi. Aytdiki, agar meni qarzlarim bo'lmaganida va ko'chada qolib ketishidan bola chaqalarimni qo'rqmaganimda Muhammadni men borib qatl qilib kelardim dedi. Safvon juda boy odam bo'lgan. Juda bir boy odam bo'lgan. Mahkam ushladi. Qarzlaring meni qarzim. Farzandlaring meni farzandlarim. Borib Muhammadni qatl qildi. Va mana shu suhbat ikkalasining o'rtasida sir qoldi. Hech kim bilmadi. Umayr ibn Vahb qilichini zaharlab Madina-i Munawvaraga ketdi. Bu paytda Makka bilan Madina o'rtasida asirlarni ajratib olib kelish uchun odamlar borib kelar edi. Ammo ularning bu rejasi amalga oshmadi. Umayr ibn Vahb payg'ambarimizning oldiga kelganida Rasululloh Safvon bilan Ka'bani oldida bo'lgan suhbatini, dardini aytganini, Safvon buni hamma tashvishlarini bo'yniga olishligini va bu qatl qilish uchun kelganligini aytib berganida Umayr ibn Vahb bu narsalarni sizga faqat Alloh bildirishi mumkin. Chunki hech kim bilmas edi bu gapimizni deb musulmon bo'ldi. Kunlar o'tdi. Makka fath qilindi. O'ziga Makkadan joy topmasdan Safvon ibn Umayya ham qochib ketdi. Endi Arab jazirasini biror bir joydan yer topmasligi o'ziga aniq edi. Chunki islom har tomonni egallayotgan edi. U ana shu kemaga meni bu ham qochib ketishlikka bir urinib turganida xizmatkor yigiti bilan uzoqdan birov uni chaqirayotganligini eshitdi-da, xizmatkoriga qarab turib, "Borchi, kim ekan uni chaqirayotgan" dedi. Haligi xizmatkor yigit qaytib kelib, "Bu Umayr ibn Vahb ekan" dedi. Safvon tushkunlikka tushgan, yurtidan chiqib ketyapti, qayoqqa borishini bilmaydi. Umayrni nima qilaman dedi. "Vallohi u meni o'ldirgani kelyapti" dedi. Chunki musulmon bo'lgan. Menga qarshi Muhammadga yordam bergan dedi. Umayr Safvon oldiga kelib, endi Safvondan ko'p bir yaxshiliklar ko'rgan bo'ladi Umayr. Qarindoshi, amakisining o'g'li. Endi shu qarindoshiga bir yaxshilikni ravo ko'rib, orqasidan istab keldi. Safvon unga qarab, "Menga qilgan ishing yetmadimi? Qarzlaringni menga ilib qo'yding, bola-chaqangni menga tashab qo'yding, endi o'ldirgani keldingmi?" Umayr Safvonga, "Jonim senga fido bo'lsin" dedi. "Seni oldinga eng yaxshi, eng oliy janob insonning oldidan keldim." Bu o'zini bir qarindoshiga bir yaxshilik qilish niyatida kelgan edi. Qarindoshiga qalbi yumshagan edi, rahmi kelgan edi. Payg'ambarimizdan so'ragan edi Umayr, "Ya Rasululloh, meni qavmimiz sayyidi Safvon sizdan qo'rqib qochib ketdi. Ota-onam sizga fido bo'lsin, unga omonlik bering" dedi. Rasululloh unga ham oddiygina qilib omonda ol dedi. E'tibor beringlar, qachon kechiryapti. Bir og'iz so'zi bilan yo'qib tashlaydigan holatda g'olib bo'lgan paytda nima qilyapti? Kechiryapti. Bu mushriklar Payg'ambarimiz Makkadagi davrida musulmonlarga shunday rahm shafqat qilganmidi? Yurtlarini tashlab chiqib ketishlikka majbur qilishmaganmidi? Azoblar qatl qilmaganmidi? Hijrat qilib ketgandan keyin mol mulklarini tortib olish olmaganmidi? Rasululloh kimga shafqat ko'rsatyapti, birodarlar? Musulmonlar Makkaga 10 ming qo'shin kirib kelayotganda ajib bir mavqiflarda Ansorlarning bayrog'i Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhuning qo'lida bo'ladi. Qo'shin kirib kelayotganda Sa'd ibn Uboda Ansorlarning sayyidi "Al-yawma yawmul malhama. Al-yawma yuzillullohu Qurayshan" dedi. Bugun malham kun dedi. Ya'ni shuncha yil chekkan ozorlarimizga, yaralarimizga malham qo'yadigan kun, bugun qasos olamiz. Bugun Alloh Qurayshni xor qiladi degan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu xabar yetib kelganida yolg'on aytdi dedi. "Al-yawma yawmul marhama." Bugun
marhamat ko'rsatadigan kun, bugun rahmat ko'rsatadigan kun, bugun Alloh Qurayshni aziz qiladi degan edi. Kirib kelayotgandagi niyati shu edi, birodarlar. Mana payg'ambarimizning ana shu gapi haq ekanligini dalili. Kimlarni rahmatiga olyapti payg'ambarimiz? Kimlarni nima qilyapti? Avf qilib kechiryapti. Bizda ham bo'ladi. Aka-uka pul to'lashib urushib qolgan bo'ladi. Ulfatlar bo'ladi, qarindosh urug'chilikda bo'ladi, qandaydir bir arzimagan narsa sabab o'rtadan bo'lib ketgan, jigarchilik uzilib ketgan. Musulmon va birodarlarimiz. Shuning uchun shunga o'xshagan narsa bo'lsa payg'ambarimizdan ibrat olaylik. Chunki Muhammad payg'ambarga ergashmagunimizcha, u zotni yaxshi ko'rmagunimizcha, sunnatini tatbiq qilmagunimizcha biz komil iymonli bo'la olmaymiz, birodarlar. So'rangchi o'zingizdan. Birorta bir birodaringiz bilan yoki bir qarindoshingiz bilan shunaqa bir gina kudurat bormi? Mana bizga ibrat. Bizga hech kim ibrat bo'la olmaydi payg'ambarimizdan tashqari. Nima demadinglar? Intiqom olib, qasos olishdan ko'ra qodir bo'lganingizda kechirib qo'yishlik qiyin, to'g'rimi? Qanday qilib-da, qanday qilib? Zo'rg'a yetuvdingiz endi shunday bir mush urgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday bir oddiygina qilib, hech qanday shartsiz, hech qanday bir usloviyasiz bizni tilda omonda bo'ldi. Bu holat, bu o'tkinchi bir marta bo'ladigan narsa emas edi. Payg'ambarimizning manhaji edi. Safvon Umayrni bu so'ziga qarab turib, men ishonadigan biror bir dalil ko'rsatmaysan menga dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umayrga Makka ga kirgan kuni kiyib kirgan sallasini bergan edi. Mana meni sallam alomat degan edi. Xullas, sallani ko'rsatganidan keyin Safvon ibn Umayya ishondi va Umayr ibn Vahb bilan qaytib keldi. Umayr Safvonga mana shu Makka ga qaytib kelishidan avval Rasululloh senga islomni arz qildi. Agar xohlamasang islomga kirishlikni senga 2 oy muhlat ekan, o'ylab ko'rasan ekan dedi. 2 oy senga omonlik. Kofir bo'lgan holda Makkada turadi va unga muhlat beriladi. Xohlasa islomga kiradi. 2 oy suruq. Bu ikkalasi mana shu xabar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qaytib keldi. Oldiga qaytib kelishdi. Safvon payg'ambarimiz oldiga kelganida Rasululloh haramda namoz o'qiyotganini ko'rdi. Rasululloh va sahobalar namoz o'qib turar ekan, Safvon Umayrdan bir kunda necha marta namoz o'qiysizlar? 5 marta dedi. Muhammad ham o'qiydi sizlar bilan. Ha, o'qiydi hammasini dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozini tugatdi. Uzoqdan turib Safvon: "Ey Muhammad, Umayr ibn Vahb sizni sallangizni meni oldimga olib kelib, siz meni chaqirganingizni va agar rozi bo'lmasam 2 oydan keyin muhlat berishini xabarini aytdi. Shu rostmi?" dedi. Payg'ambarimiz unga: "Ey Abu Vahb, yaqinroq keling" dedi. Ya'ni kunyasi bilan aytdiki, unga bir hurmat, ehtirom ko'rsatdi. "Yaqinroq keling" dedi. Safvon qo'rqib yo'q dedi. "Bormayman. Faqat aniq qilmagunizcha" dedi. Ya'ni aniq ayting, ine boraman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Bal tasayyar arba'ata ashhur." 4 oy senga muhlat dedi. 2 oy emas, 4 oy. Mana shu 4 oyda o'ylanib ko'r. Chunki qarangda, 4 oyda ichida musulmonlarning huquqini ko'radi, musulmonlarning munosabatini ko'radi, islomdan uzoq yurganligi uchun bilmasdi islomning nimaligini. Musulmonlarning ichida 4 oy yursa, inshaalloh Alloh uni qalbini ochadi. Shuning uchun masjidga yurdi, siz unutmayotgan oshnangiz bor. Namoz o'qimayotgan akangiz, ukangiz bor. Nimaga kelmayapti? Chunki bu yerga kelsa mazasini totmaganda hali. Chiroyli, pokiza bir Allohning zikr bo'ladigan majlisda 5 marta, 6 marta o'tirsin-da, nariga sigaret chekiladigan, ma'siyat bo'ladigan majlisga o'zingizlar bormay qo'yadi. Rasululloh senga 4 oy muhlat dedi. Demak, Safvon ibn Umayya musulmonlarning ichida kofir bo'lgan holda 4 oy yuradi. Mana shu vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana mashhur bo'lgan Hunayn g'azotiga chiqadigan bo'ldi va musulmonlarga qurol kerak bo'ldi. Qarang, ajib. Safvon ibn Umayya Makkani qurol savdosi bilan shug'ullanadigan eng katta savdogar edi. Rasululloh Makkani egallaganda shart tortib olib qo'ysa bo'lar edi. Ammo Rasululloh tegmagan edi. Safvon kofir, payg'ambarimiz undan qurol so'radi.
Ag'osbon ya Muhammad, kuch bilan tortib olasizlarmi dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, bal ariyatun mazmuna. Yo'q. Keyin qaytarib berishlik kafilligi bilan. Yo'qolsa yoki bir sinib netib qolsa to'laymiz, keyin qaytarib beramiz dedi. Islomni va payg'ambarimiz rahmatini ko'ring. Shart tortib olsa bo'laverardi. Shunday qilib 3000 kishiga yetadigan bir qurol aslahani Safvondan ijaraga olishdi. Endi Safvon ibn Umayya mushrik holatda Hunayn g'azotiga chiqdi. O'zini qurollarini nima qilgani qarab turgan. Undan tashqari Quraysh bilan Havozin o'rtasida eski gina kudurat adovat bor edi. Makkalilar ham chiqdi-da bu jangga. Havozinga qarshi bo'lgan uchun u ham birga chiqqan edi. Hunayn g'azotida musulmonlar misli ko'rilmagan g'animalarni qo'lga kiritishdi. Juda katta o'lja tushdi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech bir tarixda bo'lmagan, hech bir qo'mondon qilmagan ishni qildi. Mana shu o'ljani hammasini tarqatib yubordi. O'ziga hech narsani olib qolmadi. Muallafat qulub, ya'ni islomga yaqinda kirgan, qalbi islomga bir ulfat qilinish kerak bo'lgan o'zining qavmini sayyidlarga payg'ambarimiz 100 uqiya oltin kumushdan berdi. 100 tadan tuya berdi. Qalblarni ulfat qilishlik uchun. Mana shu narsa sababli boyaga kiborlar o'zini qavmini kattalari kibrdan tushib, o'zlarini bir kattaligidan tushib, payg'ambarimiz oldiga qaytib borib yana so'rashaverdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam beraverdi. Chunki saxovat egasi bo'lgan rahim shafqatli payg'ambarimiz hech qachon so'rab kelgan odamni quruq qaytarmas edi. Safon ibn Umayya uzoqdan turib bu g'animalarni payg'ambarimiz bunchalik saxovat bilan tarqatayotganini ko'rib sehrlangan holda turadi mavqifdan. Mushrik biror narsaga da'vo qila olmaydi. Nimani oladi? Qurolni ijarasini oladi. Oshcha narsadan umid qila olmaydi. Turibdi. Mushrik holatda turibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu lahzada Safvonni ham, shu yerda turgan odamlarni ham, qiyomatgacha keladigan odamlarni ham aqlini lol qoldiradigan ishni qildi. Mushrik bo'lib turgan Safvonga 100 ta tuya berdi. Qalbi ulfat qilishlik kerak. Agar bir odamda birodarlar islomga kirishligi uchun 100 ta tuya berish kerak bo'lsa payg'ambarimiz ikkilanmasdan beradi. Chunki o dunyoda matosi har qancha katta bo'lmasin, kishini iymon keltirishligini oldida hech narsa emas edi. Rasulullohning nazarida dunyoni chivinni qonatishalik ham qadri yo'q edi. Va Rasululloh bu e'tiqodni, bu fikrni hayotda ko'rsatdi. 100 ta tuyani oldi, maza qildi. Endi 100 ta tuyani olib, yana ana shu Hunayn vodiysida turgan, ana shu g'animalar to'plangan joydagi katta bir hajmda, katta bir adatda turgan tuyalarni qarab, hayron bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz shunaqa tarqatgan ediki, bu kunda bir arobiy keladi, menga ham beray Muhammad desa, mana vodiy qo'y senga deydi. Masxara qilyapsanmi Muhammad meni deydi. Yo'q, olaver deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hali gapni eshitib, o'sha 100 tamida 150 ta qo'yni ajratib, hayda orqasiga qarab ketadi. Birov to'xta deyishini kutib. Hech kim to'xtatmadi. O'zini qabilasiga borib turib, "Qavm" dedi. "Tezroq boringlar Muhammadning oldiga." Muhammad dedi, "Kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqmaydigandan bir ehson qilyapti. Borib musulmon bo'linglar" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga yopirilib kelishdi. Kim nima so'rasa payg'ambarimiz qaytarmasdan berdi. Mana endi Safvon katta adatdagi boyga chorvalar turgan joyga qarab turganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abawah yu'jibuka hada shay. Mana shu shay seni hayron qoldiryaptimi? Yo'qyaptimi dedi. Ha dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xuddi bitta ikkita tuyani berayotgandek huwa laka va ma fihi. Ana shu joy ham undagi hamma narsa senga dedi. Nimadan keyin berdi buni? 100 ta tuyani bergandan keyin xuddi ikkita tuyani berganda senga u ham olaver dedi. Musulmonmi hozir bu? Mushrik holatda. Bu kutilmagan ishdan Safvon esankirab qoldi. Uzoq yillardan beri ko'rmayotgan haqiqatni endi ko'rdi. Va o'ziga o'zi aytdi. Bunday ishni faqatgina nabiy qila oladi. Ashhadu an la ilaha illalloh
va ashhadu annaka rasululloh deyishdan boshqa chorasi yo'q edi va shunday dedi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nazarida birodarlar aytdik, islomga bitta odam kirishi uchun 100 ta tuna berish kerak bo'lsa, ikkilanmasdan bergan. Chunki dunyoni hamma boyligi, hamma zeb-u ziynati nima bo'ladi bir kun? Yo'qoladi. Ammo iymonchi birodarlar, abadiy bo'lgan jannatga olib boradimi? Rasululloh dunyoda do'st tutmagan. Ko'rib qo'yaylik. Ko'rib qo'yaylik. Albatta bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu rahmati insonda aqli tasavvur qilmaydigan, tasavvurga sig'maydigan rahmat edi. Va mana shu katta g'animadan Rasululloh o'ziga hech narsa olib qolmadi. U zotni qilgan mana shu ishi haqiqatan aqllarni lol qoldiradi. Arablar mana shu moli dunyo tugab qolmasdan turib payg'ambarimizdan olishlik uchun hammasi kelib payg'ambarimizni turtib menga deb turtishaverdi. Rasulullohni turtib bir daraxtga taqab qo'yishdi. Menga senga o'sha. To'ni ridosi daraxtga ilashib qoldi. Payg'ambarimizni turtib ketishdi, to'n qolib ketdi. Payg'ambarimiz, "Ey, men to'nimni qaytarib beringlar. Ruddu alayya ridai. Nima bo'lsa beraman sizlarga." Ayyuhannas, ruddu alayya ridai. Fawallazi nafsi biyadihi law kana lakum indi adada shajari tihama na'ama laqassamtuhu alaykum. Ey odamlar, ridoimni qaytarib beringlar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar menda sizga beradigan chorvalar Tuhoma tog'idagi daraxtlarchalik ko'p bo'lsa ham hammasini bo'lib beraman. O'zimga hech narsa olib qolmayman. Summa la tajiduni bakhilan wala jabanan wala kazzaban. So'ngra meni baxil, qo'rg'oq yoki kazzob emasligimni ko'rasizlar. Rasululloh sodiq edi so'zida. Rasululloh baxil ham emas edi, qo'rqoq ham emas edi, kazzob ham emas edi. Va mana shunday ekanligini siz bilan biz Qurayshning 3 ta sayyidiga payg'ambarimiz qilgan muomalasida ko'rdik. Va mana shu bir rahmatli muomaladan Suhayl ibn Amr ham o'tdi. Inshaalloh bu darsni keyingi jumada suhbat qilgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.